Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tushlikka manti qasqonda sho'rva pishiramiz. Sho'rvani bug'iga makka jo'xori va sabzavotlar pishirib olamiz. Buni parhez taom sifatida iste'mol qilsak bo'ladi. Juda ham mazali chiqadi. Sho'rvamizni 2 soat oldin manti qasqonga solib qo'yganman. Sho'rva ko'proq pishishi kerak-ku. Shuning uchun. Endi ular 1 soatda pishadi, 45 minutda. O'shaning uchun videosini endi olyapman. Sho'rvani tashlab qo'yib, uyum ishlarini qilib oldim. Videoga olish jarayoni ham ancha vaqt talab qiladi. Uyda ish qilayotganda mana bunaqa kiyimlar kiyish menga noqulay. O'shaning uchun yengil kiyimimda videolarga olardim. Qarasam videolarim to'g'risi uchmayapti. Shunaqa kiyim kiyish kerak shekilli deb bugun kiydim. Qani nima bo'lar ekan bugungi videoyimiz? Sho'rva teradigan qasqonimni yog'lab olaman. Sho'rvalar yopishib qolishi mumkin. Sho'rvani ham tayyorini oldim. Odam ba'zan charchaydi-yu. Biz o'rtahol oilamiz. Idishlarim eskiroq, kulmaylar. Ko'ryapman YouTube'larda. Yangi zo'r idishlarda muncha idishi zo'r deyishadi. Havas qilaman, lekin bizga nasib qiladi, xudo xolasa. Yaxshi niyatda astoydil ishlayapmiz. Xudo xohlasa 40-45 minutda pishadi. Mazali chiqibdi. Mana tushlikka tayyorlagan taomim tayyor bo'ldi. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham yozib qoldiring. Tanqidlarni to'g'ri qabul qilib, xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Videolarimni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat.